Balki siz kutgan o'sha Ramazon bu Ramazondir. Balki bu Ramazon sizga xushxabar beriladiganlardan bo'larsiz. Balki bu Ramazon gunohlardan poklanib sakinatga erisharsiz. Balki bu Ramazonda nabiyimizga qo'shni bo'lishga munosib bo'larsiz. Balki bu Ramazon duolaringiz siz xohlagan manzilga yetib borar. Balki bu Ramazon yaralaringizga malham bo'lar. Balki bu Ramazon oxirgisi bo'lishi mumkin. Qotib ketgan qalblarimizga Ramazondan malham izlaylik. Agar Ramazonni qanday qilib munosib tarzda o'tkazishni bilmayotgan bo'lsangiz, siz uchun 90 daqiqalik Ramazonni o'tkazish nomli audio kitob tayyorlab qo'ydim. Bu audio kitob muborak bo'lgan Ramazon oyi hayotingizga nur bo'lib kirishiga sababchi bo'ladi. Hoziroq biodagi havola orqali o'tib, Ramazonni o'tkazish nomli audio kitobni olishingiz mumkin.